O'zingiz tanishtiring. Alisher aka telefon qilmadilar. Ya, Alisher akam qo'yib turing, o'zingiz tanishtiring. Alisher aka jiyanlari bo'laman. Ha, yaxshi. Anaqa hisob kitobga yaxshimisiz? Albatta. Siz hisob kitobga yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? 7 kere 9 nechi? 94. Li nomerdan ham qilmadilarmi? Juda ham hazilkashsiz. Bilasizmi? Men bu korxonamiz nizomida tanishib turing. Xo'p, bo'ladi. Menga qarang, Alisher aka telefon qildilar. Qildilarmi? Ha, bo'ldi, okey. Vaziyat shunaqa hozir. Hozir o'zingiz biladigan bir narsani Adabiyotdan bilaman, adabiyotdan. Bilasiz, o'shani beraman, topsangiz ishga olamiz. Ajoyib nizom, ajoyib nizom. Qarang, rahmat. Sherigingizga adabiyotdan savol beramiz. Bizda ko'p ko'rik tanlov bo'ladi-da shunga. Qasal mulkining sultoni kim? Alisher aka. Juda ham hazilkashsiz-da. Agarda meni ishga olsalaringiz, B2B va B2C sektorlarini kuchaytirib, barcha ishlaringizni SAP programmasiga integratsiya qilib berishim mumkin. Agar ishga olsak, oylik qancha so'raysiz? Barcha oliy ma'lumotlilar qatorida 1 million 300 oylik ishlashga tayyorman. Voy, please. Oliy mashbratishgani. Men kontrol qilib yuraman.